Pavlining xo'rozi nihoyatda chiroyli. Bu yerda zotdor echkilar, bular yashikchalarga kirib yotib olgan. Bu tog'da yuradigan takalardan ular tepalikka chiqib yotishni o'zlariga lozim deb topgan. Ikkinchisi yuqoriga chiqib olgan. Bu yerda poni oti, poni oti. Tak, sizlar bilan biz yana ko'rmagan parrandalarimizdan o'zimizning yurtimizda kurka deb ataladi. Oq kurkalar. Bu yerda oq kurkalar joylashgan. Bunisi oddiy kurka. Bu yerda shunchatakan xo'rozlari. Hadi ham kurkalar. Keyingi tomosha qiladigan joyimiz bu kliplarda hozircha hech narsa yo'q. Va bu yerda tovuq, Buxoro qirg'ovuli, nihoyatda chiroyli xo'rozi makiyani. Bu yerda hamster kalamushlari ekan. Hamster kalamushlari, tovuqlar, qora xo'rozlar, oq kabutarlar, deyarli boshqa kabutarlar ham bor. Qora kabutarlardan. Bu yerda buni ko'rganimizdek bedanachalar va sizlarga mashhur bo'lgan mana bu o'zimizning tog' kakliklari. Nihoyatda chiroyli, go'shti iste'molga yaroqli, juda shirin, ajoyib tam. Juda ajoyib. Bular kaklik. Kaklik bilan. Kaklik bular. Bedana qanada? Bedana yana keyingisi. Keyingisi. Ana oq bedana yozib qo'ygan, bu kaklik. Bu yerda xo'rozlar. Yapon xo'rozchalari, tovuqchalari. Tojdor tovuqlar, xo'rozchalar. Yana yapon tovuqchalari. Bu yerda yana tojdor, chiroyli tovuqchalar, xo'rozchalar. Shaftoli qirg'ovuli deb atalar ekan buni. Bundan mana shaftoli qirg'ovulidan 2 dona
qo'yilgan stolик. Umumiy olganda mana bugun sizlar bilan ushbu bog'ning hayvonot dunyosi bilan, hayvonot bog'idagi hayvonlar bilan tanishdik. O'ylaymanki sizga ushbu videolarimiz yoqqan bo'lsa, keyingi lavhalarda yana ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Rahmat.